Assalomu alaykum. Bu qo'ldan keyinchi loyihasi sizlar bilan Ibrohimov Azizbek. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib Blender dasturini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun biz brauzerimizdan Blender qidiramiz. Qidirganimizda sayt kelib chiqadi blender.org. Ana endi undan keyin download qismiga o'tamiz. Xolasida 5-seriyasini sketch qilsangiz ham bo'ladi. Xolasida eng qulay varianti bu 3-seriyasi. Release notesiga o'sib turib 3.6 LTS sketch qilib olasizlar. Sketch ustiga bosinglar, buni xolasizlar shuni bosinglar, o'zi avtomatik sizlarga tanlayveradi. Sal pastroqga tushsanglar turibdi. Windows Installer, Windows Portable. Qolgan operatsion sistemalar ham bor. Hop, installer bilan portable razницasi nima? Installer sketch qilganingizdan keyin sizlar uni adminlik huquqi bilan uстановка qilasizlar sistemaga. Agar sizlar kutubxona yoki boshqa odamning kompyuterida ishlayotgan bo'lsangiz, ya'ni adminlik parolni bilmasanglar, sizlar shundagina portable versiyasini sketch qilib turib, zipdan ochib ishlatib turasizlar. Installer ochamiz. Hop, installer ochganimizdan keyin bizda donat menyusi paydo bo'ladi. Donat sahifasi. Bu nimaga? Bu Blender tekin dastur, lekin qolgan dasturlardan qolishmaydi. Lekin uni developerlari, ya'ni uni ishlab chiqaruvchilar hech qanaqa foyda olishmaydi deyarli. Foyda olishmaganligi sababli ularga donat, ya'ni ehson orqali o'z diskiga jamg'arma yig'ishadi. Xohlasanglar o'zingizdan qo'lingizdan kelgancha donat qilsanglar bo'ladi. Hop, undan keyin nima qilasizlar? Blender kirasizlar, uстановкаga piyoda ochiladi. Hop, buni yangi o'yin ochib qo'yamiz. Shu har rangga uстановка qilayotganda qiladigan ishlar next deb bosib ketirish. Next menda oldingi safar uстановка qilingan, ya'ni tayyor borligi uchun so'rayapti. O'zgartirishmi? Birinchisi change o'zgartirish, ikkinchisi repair buni ta'mirlash, remove tektivni ochib tashlash. Ko'ringlar, change bosdimmi? Ya'ni o'zgartirishi. Blender o'zi Blender kutubxonalari. Hop, next sizlarda bu yerda uстановка turadi, install, menda change turibdi. Shuni bosaverasizlar, bo'ldi, sizlarda uстановка qilib oladi. Hop, uстановка qilib olgandan keyin nima qilasizlar? Pustga ochasizlar. Mana bu ekranda ochiladi. Blender deb yozasizlar. Blender deb yozsanglar chiqib keladi. Hop. Yoki рабочий stoldan qidirsanglar ham bo'ladi. Рабочий stolingizda ham bo'lishi kerak bu narsa. Nima qilasizlar? Blender oynasini ochasizlar. Sizlarda kod texnologiya bilan bu oyna ochilmaydi. Точно bu oyna ochilmaydi bunaqa default. Opa. Ana, sizlarda xuddi shu oyna ochiladi. Bu nima? Asosida bitta oddiy obyekt, yorug'lik va kamera. Ish oynasi. Hop. Bu ish oynasi bilan tanishib chiqishni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Bu darslik faqatgina qanaqa uстановка qilishga mo'ljallangan. Hop, men sizlarga tavsiya qilaman yana. Sizlarga fayl tashlab beraman gruppaga. Bu tashlangan fayl orqali sizlar xuddi boyagidek stolni yasasizlar bo'ladi o'zingizga. Men tayyor hamma narsasini normalniy настройка qilib chiqqanman. Uni saqlanib qilganman va uni default holatga o'tkazib qo'yganman. Ya'ni har Blender ochganimda menda o'sha fayl ochiladi, asosiy fayl bu oyna emas. Bu oyna ishlashga sal noqulay tomonlari bor. Asosiy ish uchun mo'ljallanmagan. Universalniy ish oynasi bo'lib turibdi. Men sizlarga mana qani startup fayl tashlab beraman. Shuni xuddi men ochganimdek hozir ochasizlar, Ctrl O bilan ochasizlar, startup fayl tanlaysizlar, open ni bosasizlar. Bosganingizdan keyin xuddi shu fayl ochiladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu UI lar o'zgardi. O'zgarib bo'lgandan keyin faylga o'tasizlar. Hop, default qismiga o'tib turib, save startup file
ya'ni shu faylni startup fayl shaklida saqlanib qil degan ma'noda. Save startup fayl ketdi. Bolalar saqlanib qilindi degan chiqib kelib. Endi bundan chiqib turib bemalol Blenderga kiradigan bo'lsak, ko'rasizlar. Boshqa menyuda ochildi. Bu tutoriallar birinchi qismi edi. Hammaga rahmat.